Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong, yaxshi dam olinglar. Bugun bolajonlar uchun olmali shirinlik tayyorlaymiz. Bizga shakar kerak bo'lmaydi. Olmani o'zi, tuxum, un, 1-2 qoshiq un va ozgina tvorog kerak bo'ladi. Bu shirinlikdan tashqari bolalar uchun kasha ham tayyorlamoqdaman. Risoy kasha, guruchli, shir guruch. Bu yerda esa bolajonlar uchun obedga ovqat tayyorlamoqdaman. Yurkani chiqarasa. Davay. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlaylik. Shuni tepkadan chiqaramiz olmalarimizni. Tuxum sol. Bitta tuxum soldi. 1-2 qoshiq tvorog. Sol. Yana bitta sol, bo'ladi. 2 qoshiq tvorogligini ham shunaqa nonushta qilsanglar bo'ladi. Endi qo'shiq bilan aralashtirsam bo'ladi. Sol. Qashdan to'lib chiqamiz. Qashamiz tayyor. Biz vaqtida sut ishlataman. Ovqatimiz pishyapti va shirinliklarimizni tayyorlab qo'ydik. Muvaffaqiyat ko'raman. Qashlarimiz tayyor bo'ldi. Hozir shirinligimiz tayyor bo'lsa, bo'ldi. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa shirinligimiz